Hammaga assalomu alaykum. Qisqacha qilaman. Bugun sizlar bilan mana shunaqa shaxsiy brend uchun tepapast video qilishni, montaj qilishni o'rganamiz. Xo'p, boshida tushunishingiz uchun videoni qo'yib beraman. Bu pitseriya mashhur bo'lishni arzon yo'lini topdi. Pitsa qutisi ichiga mashhur qahramonlar rasmini joylashtirishdi. Mijozlar buni rasmga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashdi va bepul reklama qilishdi. Lekin eng aqlli qismi qutida qirqib olsa bo'ladigan kolleksiya bo'lagi bor. Xuddi shu montajni After Effects'da qilishni o'rganamiz. Eslicha Premiere Pro'da ham qilsa bo'ladi, lekin menda shaxsan men uchun After Effects'da qilish tezroq va yaxshiroq, osonroq. Xo'p, After Effects'ga kirib olamiz. After Effects'ga kirganligingizda birinchi ochiladigan oyna sizlarda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, New Project'ni bosasiz. Eslatib o'taman, bu video noldan kirib kelgan, ya'ni montajyor bo'lmoqchi bo'lganlar uchun bu darslik. New Project'ni bosasiz, sizda shunaqa oyna ochiladi. Xo'p. Hozir 5 minut. Xo'p, After Effects'ga kirganligingizda birinchi qiladigan ishlar, ya'ni New Project sazat qilib olasizlar. New Project sizlarda taxminan shunaqa oyna ochiladi. Birinchi montajyorlar kirganida qo'rqib ketmanglar, bu nima deb. Hammasi oddiy narsa. Prosta mana bu yerda ortiqcha keraksiz panellar bor. Ularni o'chirib tashlashinglar bo'ladi. Ya'ni umuman ishlatmaysizlar. Agar izohlarda yozib qoldirsanglar, keyingi darslarda mana shu keraksiz panellarni o'chirishni, qaysisi kerakli, qaysirini qoldirish kerakligini alohida bitta dars qilib chiqaman. Faqat kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p. Nima qilamiz? Bizda tayyor video bor, ya'ni kesilgan video bor. O'shani After'ga tashlab olamiz. Xuddi o'sha oldingi darsimizda o'rgatganimdek, ya'ni birinchi darsimda o'rgatganimdek, mishkani chap tomonini bosib turib, videoni prosta mana bu yerga tashlab olamiz. Demak, bizda mana video After'ga kelib tushdi. Endi buni timeline'ga tashlab olamiz. Olib turib, mana bu yerga tashlaymiz, mana pastga. Bu yerga farqi yo'q. Xohlasanglar bu yerga tashlab oldinglar. Baraka bizda video kelib tushdi. Endi Coca-Cola'ning o'zini emojisi bor. Ko'rishingiz mumkin. Endi yana qiladigan ishimiz, keyingi qiladigan ishimiz video bilsanglar, baribir ham kesiladi. Ya'ni gap olingan, ya'ni kadrlarni to'xtab olingan, kesilgan o'sha joylar. O'sha kesilgan joylarni точно aniqlab olish uchun qanaqa qilasizlar? Mishkani o'ng tomonini bosasizlar, videoni tanlab turib, videoni tanlaysiz. Mishkani o'ng tomonini bosasiz va Scan Edit Detection bor. Shuni bitta bosasizlar. Mana buni belgilab qo'yasizlar va okni bosasizlar. Hozir okutamiz. Ketdi, kesildi bizning video. Keyin mana bu yerda ko'rsanglar, sekundlari har xil bo'lyapti, o'zgaryapti. Buni to'g'rilashning yo'li bor. Mana bu yerda bosamiz. Kompozitsiya, ya'ni sizlar videoni bu yerga timeline'ga tashlasanglar, o'zi avtomatik kompozitsiya sozat bo'ladi. Kompozitsiyani bosib turib, o'ng tomonni nastroykaga kiramiz va mana bu yerdan prosta mana bu bo'limni start time code'ni 0 qilib qo'yamiz. Ketdi, okey. Mana ko'rdinglar? Sekundlari to'g'ri bo'ladi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ketdi sekund. Shunaqa. Endi nima qilamiz? Xo'p, tepapast video qilish uchun ko'rib olamiz videomizni. 10 ta bo'lakni yig'sangiz, Face'imiz yuqorida, birorlarimiz pastda. Men beradigan tavsiya, face'ni yuqoriga qo'yishni tavsiya beraman. Tajribamdan kelib chiqqan holda. Biror kadr desa, pastda qo'yganlari yaxshiroq. To'g'ri, ko'pchilik emas, aksariyat shaxsiy brendchilar pastda face qo'yishadi, yuqorida biror kadr qo'yib qo'yishadi. Lekin men yuqorida qo'yishni tavsiya beraman. Face'ni. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz, bizda har doim ramka bo'lishi kerak videoda. Ya'ni xavfsiz zonani bilib olishimiz kerak. Uni qanaqa qilib qo'yasizlar? Mana bu yerdan bosamiz, mana shu bo'limni. Va mana bu yerda Title Activation Safety bosasizlar. Prosta mana. Ko'rdinglar? Ramka paydo bo'ldi. Sizlar har doim mana bu ikkinchi ramka ichida
nima ishlatmoqchi bo'lsangiz shu ramka ichida ishlatinglar. Undan chiqib ketmanglar. Xo'p, videomizni yuqoriga chiqaramiz, ya'ni ko'taramiz. Qanaqa ko'taramiz? Videoni bosib tanlab olamiz. Tanlab olganimizdan keyin Shift i strelka, ya'ni yuqoriga strelkani bosamiz. Ko'rdinglar? Yuqoriga ko'tarildi. Tavsiyam ikkinchi, ya'ni birinchi ramka, ya'ni buni mana ramkani ga to'g'irlash. Face'ni boshini. Shunda vigidniroq bo'ladi. Ya'ni kesilib ham qolmaydi face'ni boshi, ham ortiqcha joy ham qolmaydi. Xo'p. Sizlarda boshqa kadrlar bor. Bularning har bittasini bittalab yuqoriga ko'tarib chiqmasliklar uchun, ya'ni vaqtlaringizni tejash uchun hamma kadr tanlab turib, hammasini baravariga yuqoriga ko'tarishni tavsiya beraman. Xo'p, buni boshida qaytarib olamiz. Tak. Qaytarib oldik. Hammasini belgilash qanaqa bo'ladi? Boshida bitta kadrni bosasiz va oxirgi kadrni bosishdan oldin Shift va mishkani chap tomonini bosasiz. Ko'rdinglarmi? Hamma video belgilandi. Ko'rdinglarmi? Qaytaraman. Boshida bitta kadrni bosasiz va oxirgi kadrni bitta bosasiz. Bosishdan oldin Shiftni bosasiz. Mana ekan. Xohlasanglar pastki kadrdan yuqorigi kadrni bosish uchun Shift chap tugma, chap mishkani bosasizlar, tugmasini. Hammasi belgilandi. Endi hammasi baravariga Shift va yuqoriga strelkasini bosamiz. Da ko'taramiz. Qani ko'rdinglar? Hamma kadr yuqoriga ko'tarildi. Okey. Endi qiladigan ishimiz birol kadrlarni chaqirib, yo'q, birol kadr chaqirib olmaymiz. Bizda shape chizib olamiz. Qanaqa shape? Mana bunaqa. Sariq ko'rib turibsizlar. Shunaqa shape chizib olamiz. Uni chizishdan oldin biza lineykani qo'yib olishimiz kerak. Lineykani qanaqa qo'yasizlar? Klaviaturadan Ctrl R harfini bosasizlar. Ko'rdinglarmi? Mana bu yerda chetida lineyka chiqdi mana. Mana lineyka chiqdi, ko'rdinglar? Ctrl R da bossanglar yo'qoladi, Ctrl L da bossanglar chiqadi. Endi shuni to'g'rilab olamiz. Ya'ni qayerdan shape chizishimizni taxminan mana shu yo'llardan qilsak yaxshiroq. Xo'p, okey. Shape qo'yib oldik. Keyin mana buni qanaqa qilsa bo'ladi? Ya'ni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib, zoom out qilishdi. Prosta mishkadagi g'ildirakcha bilan qilsanglar bo'ladi. Mana shu g'ildirakcha deydi, nima deydi? Shunday qilsanglar bo'ladi. Yo bo'lmasa, mana pastda strelka bor. Shundan o'zlaringga moslab turaman. Ko'rdinglar? 33 ga yoki mana shuni o'zidan qilsanglar ham bo'ladi. Fintga qo'yib qo'ysanglar, original variant turadi shunaqa. Okey. Keyin misol mana bunaqa qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni zoom out qilmasdan prosta kadrni o'zini yonboshga, yuqoriga qilmoqchi bo'lsanglar, klaviaturadan probel va mishkani chap tomonini bossanglar, ko'rdinglar? Probelni bossanglar barmoqcha chiqadi, ya'ni qo'lcha. Bu degani kadrni ushlaydi degani, ushladi degani. Ko'rdinglarmi? Okey. Shape chizib olamiz. Bu yerda instrumentlar bor. Bularni men ham izohlarda yozib qoldirsanglar, alohida bitta darslik qilib chiqamiz. Ketdi. Bu yerdan biz pen toolni tanlab olamiz. Ya'ni klaviaturadan G harfini bossanglar ham chiqadi. Xohlasanglar buni qilsanglar o'zgartiradi. Buni qilsanglar bunga o'tadi. Xo'p. Chizib olamiz. Bitta tochka qo'yib olamiz va tochkani o'sha ko'k liniyamizga olib borsak, o'zi magnet bilan yopishtirib oladi, ya'ni to'g'rilab oladi. Ikkinchi tochkamizni bu yerga qo'yamiz. Sal buni ushlab turib yuqori tortsak, o'zi magnet bilan avtomatik chiziladi va to'g'ri chiqadi. Okey. Mana-ki, chizib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz birol kadrni pastga joylashtirish. Ya'ni mana bu yerga birol kadr joylashtirishimiz kerak. Uni qanaqa qilamiz? Yana bir narsa, misol sizlardan pen tool turibdi. Shuni oddiy mishkaga o'tkazmoqchisizlar. Uni qanaqa qilasizlar? Klaviaturada prosta V harfini bosib qo'ysanglar, oddiy mishkaga o'tadi. Oddiy mishkaga o'tadi. Bizda stock kadr aytganimda, endi stock kadr chaqirib olamiz. Xo'p, birol kadrimizni tashlab olamiz.
Xo'p, aytganimdek, stok kadrni tashlab olamiz. Stok kadrimizni hozir bu yerda. Buni ham xuddi boshida ko'rsatganimdek videoni ushlab turib tashlaysiz. Okey. Pastga buni ham ushlab turib, timeline'ga tashlash uchun olib kelib turib, bu yerga yoki mana bu yerga videolarni tagiga tashlasa bo'ladi. Lekin sizlar videoni ustiga tashlaysizlar. Farqi yo'q uni. Pastga tashlaysizlarmi, yuqorisigami, faqat kesilganda xato chiqmasa bo'ldi. Xo'p. Gapiga mos berib qo'yamiz. Bizda uzun video, ya'ni shuni ichidan boshlanish hookga yaxshiroq kadr qo'shishimiz kerak. Bitta eshitib olamiz. Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Ya'ni ikkinchi yo'g'i 2.15-sekundgacha bo'lgan joygacha bizga kadr kerak. Ya'ni stok kadr kerak, birol kadr. Shu gapga mos son topib qo'ya olamiz hozir. Mana shu yaxshiroq deb o'ylayapman. Xo'p. Bizda birol kadr bor. Birol kadrda mana shu tomoni kerak emas. Qanaqa qilib kesamiz? Xo'p, ikkita yo'lini o'rgataman. Birinchisi alt va qo'sh tirnoqda nima deydi? Qavsda to'rtburchakligi bor. O'shani bitta bosasizlar. Altni bosib turib, shu to'rtburchakni bossanglar kesadi. Mana ko'rsataman. Alt to'rtburchakli qavs. Kesildi. Okey. Ikkinchi usuli Ctrl Shift D. Ko'rdinglar? Videoni ikkiga bo'lib berdi. Ya'ni shu joyni ikkiga bo'ldi. Bu joyni prosta belgilab turib, delete ta bosib olsanglar, o'chib ketadi. Ko'rdinglar? Ctrl Shift D kesildi. Okey. Bu joyi bizga kerak bo'lib qoladi. O'shaning uchun sal bu yoqqa surib qo'yamiz, ushlab turib. Buni oldinroqqa suramiz. Qani bitta eshitib ko'ramiz. Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Tak, sal gapiga mos kelmayapti. Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Vot, mana shu yaxshi tushdi. Endi bu tomoni ham xuddi shunaqa, ya'ni bu tomoniga ham kerakli kadrlar bu. O'shaning uchun prosta o'rtasidan ikki bo'lib olamiz. Ctrl Shift D kerak bo'ldi. Mana bu yoqqa olib qo'yamiz. Endi bu videomiz ortiqcha joylari bor, bu video mana bu joylari bor. Bularni qanaqa qilib kesamiz va kattalashtiramiz kadrda. Bosamiz. Bosganimizdan keyin klaviaturadan S harfini bosamiz. O'zimizda o'zbekcha S harfi. Scale chiqadi S harfiga. Bosamiz. Va bu yuzni ko'tarsak, hamda olib borib bunday qilsak kattalashadi. Bunaqa qilsak, ya'ni pastga tushirsak kichkinaradi. Agar sizlarga yana qiziq bo'lsa, ya'ni klaviaturalar bor, ya'ni o'sha harflar bor, o'sha harflar nima vazifa bajarishini After Effects'da alohida bitta darslik qilib chiqaman. Buni ham izohlarda agar kerak bo'lsa yozib qoldirsanglar, darslik qilib chiqaraman. Ketdi. To birol kadrimiz o'sha pastki razmerga to'g'ri kelmaguncha kattalashtiramiz. Xo'p, kattalashtiramiz. Va oq liniyadan chiqib ketdi, ya'ni oq shepdan chiqib ketdi. O'sha uchun sal kichikroq qilib, ozroq pastga tushiramiz. Pastga tushirdik. Xo'p, ko'rdinglar? Maniki kattalashtirib oldik. Endi buni ortiqcha mana bu joyini qanaqa qilib kesib tashlasak bo'ladi? Dunyoda Xo'p, buni ortiqcha joyini qanaqa qilib kesib tashlasak bo'ladi? Montajyorlar hammasini asabga chaqiradi. Xo'p, mana bu ortiqcha joyini kesib tashlash uchun hozir Ctrl Z, ya'ni Ctrl Z. Mana bu ortiqcha joyini mana shu ortiqcha, ya'ni qora joyini kesib tashlash uchun qanaqa kesiladi video? O'sha videoni kesmoqchi bo'lgan videongizni bitta bosasiz va bizga mana bu tomoni qolishi kerak, ya'ni mana bu joyi qolishi kerak. O'shaning uchun
yuqoridan mana bu ramkani bosib olamiz. E'tibor beringlar, videoni bosib turib, ya'ni tanlab turib, keyin buni bosinglar. Ya'ni bu maska beradi. Mana shu yerdan bosib turib, bunday qilib, mana shu yergacha kesib olamiz. Maniki ko'rdinglar. Bizada Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Dunyoda maniki. Xuddi shunaqa qilib turib, hamma videoni kesib olasizlar. Moslab turib, gapiga moslab turib. Men endi shu yergacha bo'lgan joyini ko'rsataman, ya'ni video cho'zilib ketmasligi uchun. Ya'ni shu yergacha ko'rsataman. Xo'p. endi Coca-Cola'ni Endi bunga tekst yozamiz. Eshitib olamiz. endi Coca-Cola'ni Endi Coca-Cola'ni deyapti. Endi shuni tekst yoza olamiz. Qanaqa qilib yoza olamiz? Yuqoridan tekst bo'limi bor, ya'ni T harfi bor. Shuni bitta bosasiz va olib kelib turib bitta bosasiz. Ketdi. Endi Coca-Cola'ni degan yozuvni yoza olamiz. Endi Coca-Cola'ni deb yozib oldingiz. Tekst yozib olganlaringda mana shunaqa layer paydo bo'ladi. Endi buni qanaqa qilib to'g'rilaymiz, ya'ni centerga. Buni ham xuddi shunday bitta bosib turib, shift и ana strelkalar bilan prosta chapga, o'ngga, yuqoriga, pastga qilsanglar bo'ladi. Olib keldik. Endi buni shriftini qanaqa o'zgartirsak bo'ladi? Bizada Propels N degan joy bor. Ya'ni shrift yozganda o'zi avtomatik chiqadi. Mana shu joyni o'zgartirsanglar bo'ladi. 2 marta bosasizlar va mana bu yerdan strelkani bossanglar, fontlar chiqadi. Har xil fontlar. Videolaringizni stiliga qarab turib, chiroyiga qarab turib, belgilasanglar, mana font tanlab olsanglar bo'ladi. Masalan, menga qaysi shrift yoqdi tanlasam bo'ladi. Hop, kelinglar, Helvetica qo'yaylik. Helvetica New Medium tanlaymiz. Keyin mana bu narsa katta harf yoki kichkina harf qilib qo'yadi. Ya'ni hammasi katta harf, hammasini kichkina harf qilsa ham bo'ladi. Keyin mana bu bilan ozroq siqib qo'yamiz va buni olib turib shu centerga to'g'rilaymiz. Maliki sal kattalashtiramiz. Taxminan shunaqa bo'lgani yaxshiroq. Bolt qilib ko'raylik ham. Vot, bolt yaxshi tushdi bizada. Endi buni bizada tayyor pluginlar bor. Bu pluginlarni ham xudo xolasa alohida dars qilib chiqarib beraman. Izohda yozib qoldirsanglar yoki qiynalsanglar, alohida dars qilib tushuntirib o'taman. Tekstni ham xuddi mana shu joyini kesib tashlaymiz. Alt и to'rtburchak qaus va tekstni gapni yuqoriroq olib boramiz, oldiroqga. Va menda plugin bor, ya'ni tayyor tekstlarni plugini, mana ko'rib turibsizlar. Men buni bosib qo'yaman, 2 marta bosaman. Menda endi Coca-Cola'ni ko'rdinglar, tayyor. endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Endi Coca-Cola'ni Buni ham oddiy shu yerdan kesib olaman, ya'ni o'rtasidan Ctrl Shift D qilaman. o'zini emojisi bor. Endi Coca-Cola'ni o'zini endi Coca-Cola'ni O'zini emojisi bor, deyapti. o'zini emojisi bor. O'zini emojisi bor. Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor. Manaki xudo xolasa bizada video tepapasi video tayyor. Xuddi shunaqa tartibda qolgan kadrlarni ham shunaqa terib ketaverasizlar. Endi Coca-Cola'ni o'zini emojisi bor.
Mana shu joygacha tepa-past video shunaqa tartibda montaj qilinadi. Agar sizlar qaysi joyda qiynaldinglar yoki tushunmadinglar, izohda o'shani sekundi yoki minuti bilan yozib qoldiringlar. Alohida o'zim tushuntirib beraman. Hammaga rahmat. Obuna bo'lishni esdan chiqmanglar. Like va komment yozishni to'xtatmanglar.